Assalomu alaykum. Sizlar yaxshi yuribsizlar. Mana biz Xudo xolasa Voronejdan chiqdik Volgogradga qarab. Odam olib keldik, shuni olib borib teatrimiz. Dam olib. U yoqdan keladi ular, dokumentini nasazlar, dokumentsizlar. Endi u yoqda har turli gap so'z bo'lyapti, vahima bo'lyapti. Dokument soz bo'lsa, 2-3 yildan beri dokument soz bo'lsa, kredit bo'lmasa, normalni işte bu yo'q bo'lishi kerak. Agar dokument nasos bo'lsa, o'tgan yil turdovoy dogovor olmagan bo'lsa, ularga dokument chiqmaydi. Agar dokument sozlar hech qanday bu narsaga ne yo'q. İşte bu qo'rqishi yo'q. Kelasan dokumentga topshirasan, olasan dokumentni. Hech kim seni qiynab yo boshqa etib turg'i yo'q. Shunday, prosta bizlar o'z-o'zimizni qo'rqizib, mana nima deydi? Kesang Rossiyada yana shunday dokument chiqmaydi. Dokument berib men turibdi o'zbeklarga degan gap so'z. Lekin u odam qanday bir dokumentni nasoz odamlarga bermay turibdi, lekin shunga dokument soz odamlar ham ketib turibdi, cho'lashib ketib turibdi. Shunday, endi shunga gapga qo'shilib ketib turibdi. Dokument sozma, kelasan dokument topshirasan, dokumentni olasan. Agar dokumenting nasoz bo'lganmancha yildan beri unga dokument bermaydi, bo'lgani ana shundaylarni ya nesi turibdi, qiynab turibdi. Bo'lgani boshqa hech qanday nesi yo'q. Kelasan, oddiy ishlaysan, normalni ketaverasan. Shunday. Bu hech qanday nesi yo'q. Qora avval dokumentsiz yurganlar, "Ey, dokument bermay turibdi-kan, mana men qaytib keldim, hech kimga bermay turibdi-kan" degan gap so'z u bundan chaqaramda. Prosta o'zini o'zi qo'rqizadi, yondagilardan qo'rqizib qo'yadi. Shunday. Dokumenting sozman, chillamay dokument olib yursam, u bizlarga hech qanday aloqasi yo'q. Dokumenti borlarga hech qanday aloqasi yo'q. Agar dokument nasoz bo'lsa ham undan ham netadi. Shunday kerak bo'lsa o'zini o'zi ol deydi. Granitsa kredit chiqdi, bunga borsang ham kreditingiz bormi, shtrabingiz bormi desa yo'q deydi. Yaxshi yo'q. Granitsa kredit chiqdi aytasan, işte bu endi yili nega tushmagan bo'lsa, sotqa o'tmagan bo'lsa, kredit chiqdi aytib, "Pop o'tgandan aytadi, "Ey Xudoga shukr o'tdim" deydi. "Av nega o'tding saqir" desa aytadi, "Mening deydi kreditim bor edi" deydi. Ya bo'lmasa mening shtrabim bor edi deydi. Ana shundayda o'zi hech kimga aytmaydi, lekin menda normalni deydi. Lekin o'zi biladi shu narsani. Shunday. U hech qanday narsa yo'q. Endi har kim har turli kelasan, dokument olib yursam, hech qanday qo'rqib o'tirmaysan. Kelasan dokument topshirasan, dokumentini olasan, yuraverasan. Shunday.